Kechagina bitta post qo'ysam, Istiqlol avtomaktabida nazariyadan o'tibdi-yu, amaliydan ham o'tadigan o'quvchilar bormi degan kommentariyalar bo'libdi. Shu kommentariyaga atvet tariqasida mana o'quvchilarimiz hozirgi kunda imtihon qanaqa bo'layotganini bilmagan odamlar uchun shunaqa bo'lyapti-da. 2 kun, 3 kunlab o'chiribda turib, mana o'quvchilarimiz imtihondan o'tib kelishyapti. Shuning uchun cho'zilyapti. Baraka topkurlar. Assalomu alaykum Istiqlol avtomaktab obunachilari. Biz kecha Namangan viloyat imtihon markazida amaliy imtihon topshirish uchun navbatlar ko'pligi sababli bugun 14-avgust kuni amaliy imtihondan ham yaxshi natijalarni topshirib keldik. Bu natijaga erishishimizga bizga Alisher ustoz katta yordam berdilar. Istiqlol avtomaktab jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Istiqlolga kattakon rahmat. Mana bugun amaliy imtihonlarimizni o'tkazib, Xudo xohlasa sertifikatini olib keldik. Biz Istiqlol o'quv markaziga sizlarni taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum o'quvchilar. Men Istiqlol avtomaktabida o'qidim. Amaliy imtihonni ochiritlarni 2 kunlab kutgan bo'lsam ham natijasi 100% bo'ldi. Hammalaringga rahmat. Hammalaringni shu yerga taklif qilaman. Shu yerda o'qinglar, natijasi 100%.